بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli Iqro.uz kanali orqali bizni kuzatib turgan aziz muxlislar, xayrli tong muborak bo'lsin. Albatta bu kunimizni Alloh subhanahu va taolo xayrli va barakotli bo'lishini nasib etsin. Allohning rahmati, mag'firati, barakoti yog'ilib turgan ayni daqiqalarda sizlar bilan g'oyibona didor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Shu kunlarga yetkizgan, shu soniy soatlarga bizlarni nasibamizni qo'shgan Rabbimga beadad va behisob shukrlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun 114 yetim bolalar uyida juda ajoyib ishlar inshaalloh amalga oshiradilar. Xudo xolasa jarayonni kuzatasizlar, o'zlaringiz bu ishlarimizga xudo xolasa ko'rib amin bo'lasizlar. Bizga bugun juda ko'p hasharchilar Bag'dod tumani Samarqand qishlog'idan tashrif buyurishadi. Hozir bizga mana bizda Namangandagi muxlislarimiz Namangandan hozir bo'lishgan Iqboljon boshchiligida xudo xolasa Namangandagi muxlislarimizdan bugun bizni ishlarimizga chiroyli yordam berishadi, o'zlarini hissalarini qo'shishadi degan umiddamiz. Muhtaram azizlar, bugun 114 yetim bolalar uyida juda ham chiroyli ishlar amalga oshiriladi. Jarayonda birga bo'lamiz. Inshaalloh bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Kuzatib turgan, bizga muxlislik qilib turgan muxlislarimizni barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringiz haqlariga inshaalloh duodamiz. Bizni kuzatib, hasharga kelgan hasharchilarimizni haqlariga birgalikda duoda bo'lamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ay, yigitlar keladi-da. Yigitlar keladi-da. Kızmır işte onu. Kaydı da. Dütür degan joy. Ha? Dütür. Dütürden mi? Ha. Bilemem Dütürden. Dıştan yukarısında da. Donda yaşayarsın. Dütürde meni xizmatdoshim bor edi, olamga o'tib qoldi-ku. Kim ekan? O Rahmon Ali O'rinboyev degan bor edi. O maktabda stadioni bor joyda. Na bergi xonalarda ham bor. Hammasini masjidga o'sha nimani oyoqlariga qo'yib qo'yursangiz, hamma o'sha yerdan olib ishlataveradi. Kirishadilar. Azmina Mangon. Nima edi? Qishloqlarning nomi? Uchqo'rg'on. Uchqo'rg'on. Bizdan san'at qilishga eshigi deraza ochib ketdi. Himmati juda balandda inshaalloh. Bu 4-chi. Charchab qolmanglar. Hurmatli obunachilar, Bag'dod qishlog'idan Ro'shan Hoji akam boshchiligida har safar o'rnashtirib berib turgan deraza ustamiz yetib kelgan. Derazalarimizni xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib bersa, xonalarimiz sal iliq bo'lib qoladi. Qanday qo'yamiz? Shu yuradi. Fotoğraf söyleyeyim mi? Yine çıkarıp bakalım. Bo'ldi. Ya bilavermayman. Ozgina ko'tarib qo'yasiz. Aka bizga nima kerak ekan deb qolma. Xona? Bo'ldi. Hani karpede var ya, karpede var da işte değil, şöyle olur. Alo. Assalomu yaxshimisiz? Men uyga emasman, dashda edim. Men dashda edim deyman. Ha.
Görüşmek Bayağı sanki yazarlayacaksınız ne karşıyım sana. Arka tarafa gel. Madde kalmam. Não, tem esperança, tem esperança. Sen de gözüm mü? É. Ya meyte gerek de o var. İleri orada. Ayağım oraya. Amin. Geçiyorsun sağlıcakla işler yok. Amin. Hayırlı berekatlı kılıp yurtumuzda menfaatli olsun. Şeyge peridalarla olmalarını bir süper var. Hemmelerin haçları rahatı görüp salamat bir olsun. Allah ekber. Samarkand mahalle paralar yığınlarının belirlenen mahallesine geldik. Bu reis bir mahalle başı bu Nurani. Asafal. Rahmat kelganlar için rahmat. Yo'qlab ketaylik deb keldik-da. Al sürgün mü? Düşmeye geldi. Yüzüne. Şimdi baskı üstü atılıyor. Şimdi kim ona mükemmel. Bu ara. Şu mucallat 20 metre turlatıyor. Usta. Tepaga 2 santidan nima qo'yamiz ekanda pona? Ama tekrar şey tabii. 3 gün aldım. Başlarda şimdi yükümlerim aklımda aldı. İş böyle. İş bulamına iş muhtemelen yok. Bunlara Güzel. 3. Şimdi şu tane. O zaman böyle. en azından başka bir grup koyar. Ben tam pasayım. Ha, bunu yapıyorum. Tenas. Qo'yilib qolibdimi deyman-a tenas. Bo'ldi, azman olib chiqib beraman peyni. Kaç bu? Nima ta'mirga turamiz, yo?
Yok tekin olur. Kafirchilar maskara ekan, ha? Ferhat çok. Gel doğru onun naklama dediğimiz doğası var dediğimiz. Yarim yetadi, 20 qop. Ha, shunaqa dedi, 1,5 million. Ha. İch to'g'ri chiqadi ilhomimiz. Chollar uni bir eng kam 15 metrdan sanab o'tkazgan. Ya unda kech kirgansiz unda. Azizelerimizi, hacıvalarımızı, kudumu teşriflerini mübarek edin. Bosgan kadam olgan nafaslarga behisob ajrlarni ato qilgin. Qilgan xizmatlarini muqobilida xonadonlarga tinchlik, umrlarga ziyodalik, kasb-u kamolotlarga barakat ato qilgin. Nimaiki hojat talab maqsadlaringiz bo'lsa, Alloh xazina g'aybiyatida ato qilsin. Hamma o'tgan umidvorlarimizni Alloh mag'firatiga olsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin ve alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetihi. Rahmat, selamet, hizmetleriniz inşallah. Boş olsalar geliyorlar. Oturmanlar. Bu serbest falan da gelmez mi? Çok koy hacılar. Hacılarına Huda uzun ömür versin. Selamat bo'lay. Endi xuddi shu ikkinchi etajda Ha, hammasi o'sha 5 gadir. irtibotda ko'rgan, irtibotda ishdan chiqib oldi. Yo'q, besh hechmay bo'lgan. Hech kim muhammadlar chiqadi emas. Namanganda qudum tashrif qilgan mana bu mehmonlarimizni prezident yetim bolalar uyiga qilgan qudum tashriflarni muborakladi. Bosgan qadam olgan nafaslarga behisob azmlarni ato etgin. Qalblardan o'tkazib qo'ygan yaxshi niyatlarni ato qilib, ikki dunyolarni saodat qilsin.
Allah sabırlarını bir hata kılsın. Tehlikelerini bir işgal kılın. Hanadollarına selamet yetim başlığını nasip kılın. Ama inşallah telefonlaşamıza İnşallah. yetim var selamet kendisi bizi hakkında telefon koyun. Çok inşallah. Vakti bugün de kim olur? Selamet.